Bizning degan isil madaniyatimiz var-da mana. Biz chet ellikka o'xshamaymiz. Bütün chet elliklar bizga o'xshaydi ekan. Menmi sevgindim ana jutni. Endi mushu o'zimizningki Uyg'urlarning ajoyib isil kiyimlarimiz var. Biga yetdi. Ayollar, erlar, bolalar hammamiz kiyib chiqamiz. Chunki biz vatanga boramizmi, mishadimi yetni vatannikidek yaxshi qila olmaymiz. Chunki men mana shu Uyg'ur madaniyatini dunyoga taqdiman deb bugun kunda yana rasmxonda. Yani shu madaniyatni yaxshi sizni yaxshi taqib degandek degan alaydi. O'zimning Uyg'ur tuqqanlarimga, Türk tuqqanlarimga hammalarga alaydi salom. Yetimlarga muborak bo'lsin. Hammalar baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Bizning degan isil madaniyatimiz var-da mana. Biz chet ellikka o'xshamaymiz. Bütün chet elliklar bizga o'xshaydi ekan.